bo'ladi. Mana shu o'yindan keyin bo'ladi desam, horror deb yotishibdi menda hozir. Meni eng yomon ko'rgan narsam streamlarimda o'yin so'rayotgan odamni yomon ko'raman men. Yoqtirmayman shu narsani men. Chunki nimaga yoqtirmayman? Birinchi streamimda shunaqa bo'lgan men. Birinchi streamim menga yoqmaydi shu paytgacha, birinchi qilgan streamim. 5 dan o'yinga almashganmiz, men chatda gapiga kirganim uchun. Chat o'yinga o'tsam bitta odamga o'yin yoqmagan, ikkinchi o'yin unga ham yoqmagan. Shuning uchun o'zim kayf qiladigan, mazza qilib stream qiladigan o'yinda o'ynayman, qachon vaqt kelsa boshqa o'yinga o'taman. Shuning uchun foydasi yo'q chatsizlarni. Chatda yozishinglarni, mana o'yinga o'ting deyishinglarni umuman foydasi yo'q. Mana sizlarga gapirib mashinani Cobalt'da urib yotibman bu yoqda. Orqamdan urmang do'stim, orqamdan urmang, ey. Qisqa yo'lga yuramiz. Bular bilmas ekan men ular qayerga yurishdi. Ro Donshinda sizni ko'rdim deydi. Yo'q, Sulaymonov Abdulaziz. Qoyil. Donshinda xo'mrab yurdim uxlamasdan. Mashtaqada men kechasi bugun ham borishim kerak, o'qishim bugun ham bor. Uxlab olishim kerak omachi. Uxlab olish kerak. Darsga ham borish kerak bugun chat darsga ham borish kerak, plus kechki payt stream ham qilish kerak. Kechki payt GTA stream bo'ladi ertaga. GTAda yangilik bor, xudo xolasa. Easy. 3 kuruguji easy. Keyingi уже pullar topyapmizmi ish qilib. Sprint toolbox yana ikkita qoldi deyapti. Navay ketdik. Yana ikkita yo 3ta poyga qoldi. Yirtamiz ham. Nima ZB GTA deyishmadi. GTA ertaga. 2 soatdan beri nafas o'ynayapsiz. Ha. Ketdi. Need for Speed'da 10 soat bo'lsa 10 soatdan o'ynab o'tiraveraman men. Need for Speed'da bo'lsa, aynan shunisini bo'lsa, bilmayman, maza qilaman. Need for Speed o'ynasam. To'g'rilar qanada poyga. Orqaga qaytishim kerak ekan.